Assalomu qarindoshlarım. Biz yana qaytib keldik. Unda bo'lsa davomini davomlashtirib o'qiymiz. Balkim beshini anglamagan qarindoshlarimga bir eskartish berib biz hozir Siraning sabr chidamliq omillari degan temaning 5 mazmunni o'qib bo'ldik. Hamda 6-chi mazmun g'alaba bishoratlari degan mazmun kelib to'xtagan edik. Unda davomlashtiraylik. 6. G'alaba bishoratlari. Yuqorqi omillardan boshqa yana musulmonlar chetga qilgan va qiyin qistoqqa ilingan kunning dastlabdan boshlab, balki uningdan xeyli ilgaridan boshlab islom diniga e'tiqod qilish deganning ma'nosi o'ziga behuda xofliq tepib bilish yoki nohaq balo qazoga o'zi nishon qilish emasligini, balki islom davlatining u yo'lga qo'yilgan tunji kundan boshlab asosliq nishoni jaholiyatning qaloq qiyofati va uning zulmigarlik tuzumini o'zgartish, insoniyat millatlarini Alloh taoloning roziligiga yetaklash va ularni o'z jinsiga, ma'nosi odamga cho'qinishdan qutqizib, yaratquchi bir Alloh taologa ibodat qilishga yuzlantirishni maqsad qilganligini nihoyat aniq biladi. Qur'oni Karimda bu bishoratlar birdam ochiq bayon qilinsa, yana birdam kinoya so'zlar orqali ishorat qilinib, nozil bo'ladi. Musulmonlarni har jihatdan siqib, bu keng jahonni torchilik his qildirgan, hatto ularning hayotini xavf ichida qoldirgan oshu bo'ron chaqquliq kunlarda nozil bo'lgan oyatlar ilgirki payg'ambar bilan ularni yolg'onga chiqarib, kufri bo'lgan qavmlar o'tirsidagi majralarni bayon qiladi. Amaliyotda bu oyatlarda bayon qilingan ahvollar Makka musulmonlari bilan mushriklar o'tirsida yuz bergan ishlarga o'xshab ketadi. Ondan bu oyatlar oshu ahvollarning oxirgi natijasi bo'lgan mushrik zolimlarning halok qilinishi, shu zamonlarga Alloh taoloning solih bandalarining varislik qilish jarayonini tafsiliy zikr qiladi. Qisqasi, bu qissalarda Makka mushriklarining pat orada cho'qim mag'lub bo'lib, cho'ng ziyonga duchor bo'lganligi va islom da'vati umumlashib, musulmonlar cheksiz g'alabaga erishadiganligi to'g'risida ochiq ishoratlar bor bo'lib, mushu mezgillarda musulmonlarning hamon g'alaba qilganligini jakarlaydigan ko'plagan oyatlar nozil bo'lgan edi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topqushlardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilguchilardir. Ular, ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmi uzunga qolmay kufrining azobini ko'rdi. Ular azobimizning boldirib nozil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning qo'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning atigini nima degan yomon. Qur'oni Karim Sura Saffat 37-sura 171-dan 77-gacha 177 bo'lgan oyatlar. Ular Rasulullohga qarshi jamoalardan uyushgan mag'lub qilinadigan qo'shindir. Qur'oni Karim Sura Sad 38-sura 11-oyat. Habistonga hijrat qilganlar Habashistonga Habashistonga hijrat qilganlar haqida tuvandagi oyat nozil bo'ldi. Zulmga uchragandan keyin Alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Qur'oni Karim Sura Nahl 16-sura 41-oyat. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Yusuf alayhissalomning sarguzashtlarini so'rashgan edi. Buningga javoban Alloh taolo Sura Yusufni nozil qildi. Uningda Yusuf alayhissalomning qissasi davomida mana oyatmi bor. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rag'uvchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Qur'oni Karim Sura Yusuf
12. sure 7. ayet. Bu Mekke'lerdimi Yusuf'ның qeyrindoshları mag'lubiyatga yo'liqqandek cho'ng mag'lubiyatga yo'liqib mat bo'lishidi va Yusuf'ның qeyrindoshları Yusuf'ның fazliga qo'l qo'yib taslim bo'lgandek bular sening fazlingga hamon qo'l qo'ydi deganlik bo'ladi. Alloh taolo yana ilgirki payg'ambarlarni tilga olib, kuffarlar payg'ambarlarga sizlarni zimminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz va yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zimminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu, ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Qur'oni Karim Sura İbrahim 14. sura 13 ve 14. ayetler. İran bilan Rum o'tirsida urush portlaganda Makka mushriklari o'zlarining mushrik bo'lish sifati bilan maslakdoshi bo'lgan İranliklarning g'alaba qilishini umid qildi. Mo'minlar Rumliklarning Allohga, payg'ambarga, vahiyga, Allohning kitoblariga va qiyomat kuniga ishonadigan aloyatlarni nazarda tutib, ularning g'alaba qilishini umid qildi. Afsuski, urushda İranliklar g'alaba qilib ketdi. Natijada mushriklar shodlandi. Mo'minlar yerga qarab qoldi. Bu chaqda Alloh taolo mushu bir qancha yil ichida Rumliklarning cho'qim g'alaba qilganligi to'g'risida bishorat nozil qildi. Ya'ni bu bishorat bilan cheklanib qolmay, mo'minlarning cho'qim g'alaba qilganligi haqida qo'shimcha ishorat berib, bu kunda mo'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Qur'oni Karim Sura Rum 30. sura 4-5 oyatlarning bir qismi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi bevosita bundaq bishoratlarni aralab berib turadi. U haj mavsumida bo'lmasin yoki Ukaz, Majna va yoki Zilmujaz bozorlariga da'vatga bormasin, xaloyiqlarga faqat jannatning bishorati to'g'risida gap qilmasdan, balki ularga uch qilib, "Ey xaloyiq, ey Allohning boshqa iloh, ey Allohdan boshqa iloh, ma'bud barhaq yo'q danglar. Nijot topsizlar, ham buning bilan arablarga xo'jayin bo'lasizlar. Ajamlar sizlarga al bo'ladi. O'zinglar jannatda podshoh kabi yashaysizlar" deydi. Biz yuqorida O'tli ibn Rabiya payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni dunyoviy zibu zinnat va mol-matolarga qiziqtirib, uning bilan so'tlashmoqchi bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kaskin radiya berganligi va O'tbaning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu ishining cho'qim g'alaba qilganligiga ko'z yetganligini so'zlab o'tdik. Shuningdek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Talibning qishiga kelgan heliqi Quraysh elchilariga o'zining ulardan birlik kalima so'zni talab qilganligini, ular buningga birlikka kelsa, butun arablarga shoh bo'lganligini va ajamlarning al bo'lganligini ochiq aytganligini dedi. Habbob ibn Arab raziyallohu anhu mundaq degan: "Men bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ni izlab kelgan edim. U Kaybining soyisida bir chaponni yeniga qo'yib, uningga yo'linib soyda o'tirgan ekan. Biz shu kunlarda mushriklarning qattiq qo'rilishiga yo'liqqan edik. Men, ey Rasululloh, Allohga duo qilsangchi dedim. U yeni yotgan yerida dasturib o'tirdi. Vaholanki uning chiroyi g'azabdan qizarib ketgan edi. Ondan mundaq dedi: "Sizlardan ilgariki mo'minlarning ishida badani to'mir tog' bilan torilib, go'sh paylari ustixon so'naklardan judo qilinganlar bo'lgan. Bu ishlar ularni o'z dinidan qaytara olmagan. Alloh bu ish islom dinini shunday g'alaba qildirdiki, hatto bir yo'lovchi sen odin hazri mavbitkicha Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmay safar qila oladigan darajada aminlik bo'ladi. Lekin sizlar og'rib ketyapsizlar"
Bu bisharatlar maxfiy va yoshirin bo'lmasdan, balki oshkora hammaga ma'lumlik edi. Musulmonlar mushriklarning hammasi biladi. Hatto Asvad ibn Mutallib va uning majlisdoshlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashablari ko'rsa, ularni ko'z ishorati bilan masxara qilib, ancha ana yer jahonning podshohlari keldi. Ular pat arada Iran va Rum podshohligining ustidan g'alaba qilmoqchi deyishadi. Ondan chavoqchilib va isqirtib hurmat qaravullaridek qarshi olgan qiyofatga o'tadi. Sahoba kiramlar oxirgi hisobda jannatdan iborat rizvon bog'chisiga boshlab boradigan ulug'vor umid va ishonch bilan kelgusi kelajakdagi parlaq istiqbolga bo'lgan bishoratlar oldida usti boshlariga har tarafdan yig'ayotgan qatma-qat tayoq to'qmoqlar va talay baloyi ofatlarni uzoqqa bormay yo'qotadigan bahorning qora bulutlari deb biladi. Undan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam imoniy ozuqlar bilan g'izalantirish, ilm, ma'rifat o'rgatish va Qur'on ta'lim qilish orqali ularning ruhini tozalab turadi. Cho'nqur va atrofli tarbiya berib, ularni nafsi pok, olijanob, qalbi sog'lom, axloqi go'zal, moddiy qafasdan ozod, shahvoniylikqa qarshi osmon zaminning parvardigoriga moyil ulug'vor shaxslardan bo'lib yetishib chiqishga yetaklaydi. Shundaqla ularning qalb cho'g'ini yondirib, jaholatning qorong'u zulmatidan iymon nurini ochiq yo'riqlikqa boshlab chiqadi. Ularni arsiyat kulfatlarga sabr qilish, o'ch ilishga qodir turuqliq afv qilish, o'z ko'michiga cho'q tortishdan saqlanish, oshko'zlik, tabiatiga xotima berish qatorliq taraflarda shing tutadi. Shung ular dindan mustahkam, shahvatparastlikdan qo'l uzgan, haqqoniyat yo'lida fidokor, jannat behishga mushtaq, ilm ma'rifatga tashna, din o'rganishga qizg'in, o'z-o'zidan hisob kitob qilib turadigan, bo'lmag'ur o'y xiyollardan xoli, tabiatini tizginlayalaydigan, hissiyoti ustidan g'alaba kelalaydigan, har xil egiz pastavolg'ush va do'lqinlarga o'zini sabrlik, ig'ir bisiq va tamkin tutalaydigan qobil va mard odamlardan bo'lib yetishib chiqqan edi. 3-bosqich. Islom davlati Makka sirtida. Birinchi tema payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifda. Besatning 10-yili Shavvol oyi, milodiya 619-yili 5-oyning oxirlari, 6-oyning boshlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifga chiqdi. Taif Makkaga 100 kilometrda keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yo'lni ozod gardisi, ma'nisi ozod qilayotgan yo'l. Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu bilan birga boshdan oxir piyoda bosadi. U yo'l ustida har bir qabila manzildan o'tsa, ularni islomga da'vat qiladi. Ammo ulardan bir kishidan qabul qilish asari ko'rilmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu safarning oxirgi nuqtasida Taifga yetib berib, Saqif qabilasining sobiq boshlig'i Amru ibn Umayrning o'g'illari, Taifning shu vaqtdagi katiboshlari Abdiyalid, Mas'ud va Habibullah bilan ko'rishdi va ular bilan suhbatlashdi. Ularni Allohga iymon keltirishga va islomni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Bu chaqda ularning biri: "Alloh seni payg'ambar qilib avatgan bo'lsa, mana ko'rgin", deb qo'lidagi kayitning yopiq parchasini yerga tashladi. Yana biri: "Alloh payg'ambar qilishga sendan bo'lak odam topolmaganmidi?" dedi. Uchinchisi: "Alloh bilan qasamki, mening sana gap qiladigan ig'izim yo'q. Agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sana javob qaytarish men uchun xatarlik. Navoda yolg'onchi bo'lsang, mening sana gap qilib yurishimning hojati yo'q", dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turdi va ulardan bu ishni Makkalardan sir tutishni o'tinib, bu yerdan chiqib ketdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'da 10 kündek turdu. Bu jarayonda Taifliklarning obro'li kishilarining hammasi bilan uchrashdi va ularga islom to'g'riliq so'zildi. Afsuski, ularning hammasi birdek yurtimizdan chiqib ket deyishib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'pol tegdi va uningga yalangto'sh, yuzsiz chuprandilarni pushkurtib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifdan chiqib ketmoqchi bo'lib edi. Bu yalangto'sh nadonlar va yuzsiz qo'l cho'ri Dashqallar onun keyniga kirib olib, cho'qan selishib, tilashga boshladi. Hatto texim asabiylashib, yo'lning ikki chetiga kishilar bilib bilmay yig'ilib saf tortib turishib, uduliga kelganni bir tarafdan tosh kesaklarni otdi va eg'izdan chiqisi sat gaplarni qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haqoratladi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'shuqlarini, tosh kesaklarni etib yerib atdi. Onun kashi qonga to'ldi. Zayd ibn Haris raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qayondan zarbi kelsa shu tarafga o'tib, o'zini qalqon qilib uni qo'g'daydi. Hatto uning beshining necha yeri etilib ketdi. U aqlsiz badbaxtlar davomli shundoq nakeslik qilib Taifdan 4 kilometr yiroqlikdagi O'tba va Shaybalar Makkalik Rabiya degan kishining o'g'illarining begicha qo'llab keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyatda taslikda demi uzilib qolay deganda bu boqqa kirib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaliklarning egilik doirasiga kirib olgandan keyin ondan bu noahli shum peshonlar qaytib ketishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu boqqa o'zini ilib tam tubiga bir tol soyisiga halsiragan beti o'zini tashladi va tamg'i yo'lni o'ldirib nafsi ozroq joyiga tushib oldi. Tartgan jabr jafolarga ichi siqilganligini va birmu odamning iymon etib musulmon bo'lmay ajr mehnatlarining unumi bo'lmaganligiga dili ahonat yeganligini izhor qilib iltijo to'shqan munu mashhur duosini o'qidi. Ya Allah, men sana özümning kuch-quvvatsiz, ojizligimni, amalsiz qolganligimni va xalqlar orasida xor zarb bo'lganligimni shikoyat qilaman. Ey mehribon Allah, sen ojizlarning parvardigoridirsan va mening parvardigorimdirsan. Meni kimga topshirsan? Meni ko'zga ilmaydigan yot, notunishqimi yoki mening ishimga chang silib olgan dushmangimi? Agar sening menga g'azabing bo'lmasa, buning hech karohati yo'q. Lekin sening tinch amonlik ato qilishing menga hammadan muhimdir. Qarang'u zulmatlarni yo'ritgan, dunyo va oxiratning ishlarini boshqurgan ulug' zotning nuri bilan menga g'azab qilishingdan yoki jazolashingga uchrab qilishimdan panoh tilayman. Yomon ishlardan saqlanish va yaxshi ishlarga muvaffaq bo'lish faqat sening yordaming bilan mumkindir. Baq egilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ahvolini ko'rib ichi siyrildi va Attas ismli bir xristian chaqirni chaqirib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir sap üzüm olib berishga buyurdi. Attas üzümni uzib kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga qo'yibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam üzümga bismillah, üzümga bismillah deb qo'l uzatdi va yeyishga boshladi. Buni anglagan Attas bu kalima so'zni bu yerning odamlari demaydi bu degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga sening yurting qayer, qaysi dinga e'tiqod qilasan deb so'radi. Attas men o'zim xristianman, Naynovadan deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Salih banda Yunus ibn Mattanning yurtidan ekansan dedi. Attas Yunus ibn Mattani qanday bilasan deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u degan mening
Məsləkdaş, qeyrinishim buludu. Umu peyğəmbər bolğan, mənmi peyğəmbər, deb cavab berdi. Attas bunu anlap, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamның boynuga esilib, üstü başlarına suyup ketdi. Ayıqqa yıqılıp, putlarını qucaqlab, özünün çoğunqur hürmet tuygusunu bildirdi. Bu çaqda Rabiyaның oğulları bir-biriga qarışıp, "Mana, qara, u chaqirыңni ozdirg'ili turdi", deyishdi. Attas qaytib kelibdi. Ular Attasga, "Qo'ya seni, bu nima qilganing?" deb ochiqlandi. Attas ularga tushuntirib, "Ho'jidar, yer yuzida bu odamdan ulug' kishi yo'q. U menga payg'ambaridan o'zga odam bilmaydigan bir ishni xabar qildi", dedi. Ular Attasga, "Ey Attas, u seni o'z diningdan yuz o'rtib qo'ymasin. Har qachon sening dining uning dinidan yaxshi", deb nasihat qilishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bog'dan chiqib Makkaga qarab ravon bo'ldi. U nihoyatda dili sunuq, g'amgin va parishon edi. U bir chaqda Qarnul Manazil degan yerga yetib kelib edi. Alloh taolo uningga Jibril alayhissalomni tog' muakkili farishasi bilan Makkaliklarni Aqshabayn deganimiz Makkaning ikki tarafidagi cho'ng ikki tog'. Aqshabaynga bostirib o'tishga maslahat selishga avatdi. İmam Buxoriy rahimahulloh vaqaning tafsilotini Urva ibn Zubayr raziyallohu anhu orqali Oysha raziyallohu anhodan rivoyat qildi. Oysha raziyallohu anhoning Urvaga so'zlab berishicha, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Rasululloh, sana Uhud urushidagidanmi dishvorak bir kun kelganmi?" deb so'ragan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga javob berib, "Men sening qavming tarafidan shundoq ig'ir kulfatlarga yo'liqqanki, uning menga nisbatan eng ig'ir tuyulg'ini Aqaba kundagi ish edi. Men u chaqda Abdiyalayil ibn Kulalga meni imoyasiga erishni o'tingan edim. U iltimosimni qabul qilmadi. Shuning bilan men qattiq qayg'u alam ichida qaysi yoqqa manqalimni anqirolmay mengib ketibdiman. Bir hazodan keyin u shunga kelsam, Farnus olib hozirgi Qarnul Manazilga kelib qolibdiman. Beshimni ko'tarsam, bir parcha bulut ustimda menga soya tashlab turibdi. Qarsam, uningda Jibril turadi. U menga nido qilib, "Ey Muhammad, Alloh sening qavmingning sana degan so'zlarini va sana qaytirgan ziddiyatlarini albatta angladi. U sana tog' muakkili farishtalarni musahhar ma'nosi bo'ysundirib qilib abatdi. Uni o'zing xohlagan ishga buyurgin", dedi. Shuning bilan menga tog' muakkili farishta nido qildi va salom berib aytdi: "Ey Muhammad, ahvol shu, nimani xohlaysan? Makkadagi Abul Qubays teg'i bilan uning udulidagi Faiq an teg'ini dum ko'mtirman", dedi. Men uningga, "Balki men Allohdan ularning sulbi, ya'ni naslidan Allohni bir bilib ibodat qiladigan, sherik keltirmaydigan avlodlarni vujudga keltirishni tilayman", degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu javobidan uning ulug' gigant shaxsiyati, tasavvur qilg'usiz go'zal axloq fasilati va insonparvar ruhi namoyon bo'ladi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qayta o'shiga kelgandek bo'lib, umidvorlikqa cho'mdi va 7 qat osmonning ustidan kelgan bu g'aybiy yordam va madadlar bilan qalbi taskin tepib qoldi. Ondan u Makkaga qarab yo'l oldi va Vodinlar Nahliga yetib kelib, u yerda bir necha kun turdi. Vodin Nahlida iqomat qilishga aplik 2 joy. Biri cho'ng iqin bo'yi, yana biri Zaymi degan joy bor edi. Chunki bu 2 joyda suv
va o't cho'plar xeyli mo'l bo'lib, hozircha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu ikki joyning qaysi birida iqomat qilganligini muayyanlashtiradigan mukammal bir tarixiy materialga erisholmadik. Har holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Variha vadi nahlida iqomat qilib turgan mezgilda Alloh taolo uningga bir qancha jinni o'z qavmlariga vakolatan elchilik avatdi. Alloh taolo bularni Qur'onda ikki o'rinda zikr qildi. Biri sura Ahqaf. Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tingshashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim tursanglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga, to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tanishidik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Alloh ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi." Qur'oni Karim sura Ahqaf 46-sura 29-31 oyatlar. Yana biri sura Jinda: "Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, bir qancha jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmingga qaytib borgandan keyin aytdi: biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz." Qur'oni Karim sura Jin 72-sura 1-2 oyatlar. Mazkur oyatlarning mazmunidan va shuningdek mushu vaqa to'g'risidagi hadislarning mazmunidan qaraganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu bir qancha jinning o'zining qishig'a hozir bo'lganligini uqmaydiganligi, uni keyin Alloh taolo mushu oyatlar bilan xabar qilganda onni bilganligi va ularning bu qitimqi Qur'on anglashi texi tunji qitim ekanligi oshkor bo'ladi. Bu haqdagi rivoyatlarning mazmunidan qaraganda yana bir jinlarning shuningdan keyin bir qancha qitim elchi bo'lib kelganligi ma'lum bo'ladi. Bu vaqa Alloh taoloning g'oyib qo'shin orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iltifot qilgan yana bir cho'ng g'alabasi edi. Uning ustiga mushu vaqani cho'rdigan holda nozil bo'lgan oyatlarning davomida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu da'vati cho'qim g'alaba qildiganligi va hech qanday bir dushman kuch da'vatning g'albasiri olg'a ilgarilishini qat'iy to'sib qololmaydiganligi haqida ishorat va bishoratlar berilgan. Kimki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutulolmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlaguvchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmaguvchilar ochiq gunohga gumrohlikdadir. Qur'oni Karim sura Ahqaf 46-sura 32-oyat. Biz jazman ishondikki, Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qilolmaymiz. Uning azobidanmi qochib qutulolmaymiz. Qur'oni Karim sura Jin 72-sura 12-oyat. Mana bu ilohiy g'alaba bishoratlari oldida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifdan qo'g'lab chiqarilgandan keyin uning ko'ngli osmonni qoplab olgan qora tumanlar bara-bara zoyid bo'lishga boshladi. U ko'p ikkilanganlikdan keyin oxiri Makkaga qaytib islom da'vatini asldagi yo'nalishi bo'yicha qayta boshlash va Alloh taoloning elchiligini xalq olamiga yetkazish ishini yep-yangi qizg'inlik va jo'shqin ruh bilan texim obdan qanot yaydirish qaroriga keldi. Bu chog'da uningga Zayd ibn Haris raziyallohu anhu: "Ey Rasululloh, ularning qishig'a qanday kiralaysan?" dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. "Ey Zayd,
Allah sana müşkül görüngen bu işlarga çokum çıkış yolu ata qılğısı. Allah öz dinini çokum galip qılğısı ve öz peygamberiga çokum yardım bergüsü dedi. Ondan yolga chiqib Makkaga yaqinlab Hira önkürüge tushib turib, Xoza'a qabilasidan bir odamni Ahnas ibn Shurayhga o'zini panohlikqa elishni o'tinib avatdi. U men Qurayshlarning ittifoqdoshlar biri yana biriga qarshi boshpanoh bo'lolmaydi dedi. Undan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Suhayl ibn Amriga odam avatildi. Suhayl Bani Imr jamoati, ya'ni Kayb jamoatiga panohlik berolmaydi deb javob qaytardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan keyin Mut'im ibn Adiga elchi avatib o'zini panohlikqa elishni o'tingan edi. Mut'im qo'shildi va qurol yaroqlarini esib ahli avlod va qavmi jamoatini hamdamda bo'lishga chaqirdi va hammalar qurollanib Baytullohning atrofida turinglar, men Muhammadga panohlik berdim dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kirsin deb odam avatdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu bilan birga Makkaga kirdi. Bu Baytullohga yaqinlab kelganda Mut'im to'gisiga minib butun kuchi bilan tovlab, "Ey Quraysh xalqi, men Muhammadga boshpanoh bo'ldim. Hech kim uningga chiqilmasin" deb e'lon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rukni Baytullohning bo'sog'i temiga yetib berib, uni bo'sa qildi va 2 rakat namoz o'qigandan keyin uyiga qaytib keldi. Mut'im ibn Adi va uning avlodlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofini qurolli qurishib, uyiga qadar birga olib qo'ydi. Aytishlar qaraganda Abu Jahl Mut'im ibn Adidan sen uni qulluqchimi yoki musulmon bo'ldingmi yoki boshpanoh bo'ldingmi deb so'ragan. Mut'im boshpanoh bo'ldim deganda Abu Jahl sening boshpanohligingga hurmat qilamiz deb jim qolgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mut'im ibn Adiga uning bu yaxshiligining tuzini saqlagan. Shunga bu Badrda asr ilinganlar haqida agar Mut'im ibn Adi hayot bo'lib, bu sisiqlar haqida menga gap qilgan bo'lsa edi, bularni ashuning yuzidan qo'yib atgan bo'lardim degan. Assalom qarindoshlarim, vaqtning o'tishi haqiqatan bak tez bo'lib ketyotdi. Texmi ko'p mazmunlarni o'qishga intilyapman. Lekin albatta hammamizning vaqti nurg'un ishlarimiz bor. Ramazon mazgili bo'lganligi uchun. Shunga bugungi o'qishlikni o'shada xitlashtiray. Alloh buyursa, ertaga mushu vaqtda yana davomlashtiraylik. Ertadagi o'qishlikda Siraning da'vatni qabila va shaxslargacha kengaytirish degan temasini keldik. Mush temadan boshlaymiz. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Diqqat berganinglarga rahmat. Allohga emanet.